Hurmatli yurtdoshlar, Mudofaa vazirligi tomonidan joriy yilning 29, 30, 31 may kunlari poytaxtimizda joylashgan G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida Mudofaa sohasida innovatsion texnologiyalar festivali 2025 o'tkazilmoqda. Ushbu festivalda zamonaviy texnologiyalar, metallurgiya va kimyo sanoati hamda to'qimachilik sohasida ikki maqsadga mo'ljallangan ishlab chiqaruvchi zavod, korxona va tashkilotlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Ko'rgazmada tanlab olingan eng yaxshi mahsulot korxonasi istiqbolda Mudofaa sanoati agentligi bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, festival doirasida ishtirokchilar o'rtasida robototexnika, 3D modellashtirish texnologiyalari, uchuvchisiz uchish apparatlarini loyihalashtirish, dasturlash, dron racing, kibersport kabi amaliy musobaqa va tanlovlar o'tkaziladi. G'oliblar Mudofaa vazirligi, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda homiy tashkilotlar tomonidan taqdirlanadi. Barchangizni Mudofaa sohasida innovatsion texnologiyalar festivaliga taklif etamiz. Ma'lumot uchun telefonlar 71 212 71 79 90 908 06 97.